Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Shahartepa qishlog'idan familiyam Jo'rayev Otim Bahodir bo'ladi. Mana hozir bir tadbirkorimiz tomonidan qilingan ehsonlarni mana akalarimiz olib kelibdi. Mana Allohning o'ziga beadab shukr, shunday insonlar, shunday tadbirkorlarimiz yurtimizda ko'paysin. Mana shuni kuzatishda davom etasizlar. Biz bu tadbirkorimiz olib kelib bergan ehsonlarni egalariga tarqatamiz. Hozir shuni kuzatasizlar. Maqsadimiz odamlar davlatimizdan, yurtboshimizdan rozi bo'lib yashash yo'lida ish olib boryapmiz. Bu bo'layotgan ishlar Qo'shtepa tumani Shahartepa qishlog'ida amalga oshirilyapti. Kuzatishda davom eting. Ehsonlari bor ekan. O'shani olib kelishibdi. Oz bo'lsa ham ko'p to'nda ko'rasizlar endi. Eringiz yaxshimi o'zi? Ishlayaptimi? Nima niyatda ehson qilishgan bo'lsa, ilohim Alloh ehsonlarni qabul qilsin. Murodlarni hosil qilsin. Bizga qilishgan bo'lsa, bundan ham ziyoda bo'lsa, bundan ham ko'p Xudo Alloh to'ldirib qo'ysin. Alloh aytganingiz kelsin. Duo qilinglar faqat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Duo qilinglar. Hadi yurtdoshlar, yana bitta opamiz xonadoniga kirib keldik. Bayramga Ramazon bilan, hayit bilan tabriklab, qolgan ukalarimiz, chichak kiyimini chiqarmagan duo qilib qo'yasizlar shular haqlariga. Ha? Yaxshimisiz, sizmisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Baxtli yaxshimisiz, sizmisiz? Yaxshi kunlar ishlatinglar. Ilohim. Bir duo qiling. Alloh o'zi rozi bo'lsin. Hammalaringni qilgan ehsonlaringni Allohga Aytganingiz kelsin. Allohu akbar. Kamchiliklar yo'qmi boshqa? Sog' bo'linglar. Tomorqalarga ko'psizlar chiroyli qilib, mana. Zo'r, yaxshi. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Kelayotgan hayit bayramlarida yaxshi o'tkazing. Yana bir xonadonga kirib keldik. Bo'ldi. Qobil. Yo'q, o'zingiz bo'ladi. Qobil aka. Kelyapsiz, Qobil aka, kelavering, o'tiramiz, kelavering. Assalomu alaykum. Bayram sovg'alarimizni topshiryapmiz. Qobil aka, va homiylarimiz tomonidan hayit bayramiga ehsonlari bor ekan aka. Oz bo'lsa ham ko'p ko'ngilda ko'rasizlar aka. Assalomu alaykum. Duo qilib qo'yasiz endi ukalarimiz haqlariga aka. Bayramni yaxshi o'tkazib olinglar aka. Duo qiling. Qani aka? Nima qilyapti? Ehsonlar qabul bo'lsin. O'zlaringiz yurtingizga yaxshi yordam bo'lishi olsun. Ehsonlarga barishi olsun. Sog' bo'ling aka. Tomorqalarga ko'psiz mana chiroyli qilib aka. Hozir taqilib, Sog' bo'ling. Yana bir xonadonga kirib keldik. Yana keldinglar. Akamizni mazalari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Beyli, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rais, sog'ligingiz yaxshimi? Bodirjon. Yaxshimisiz? Aziz yaxshimi aka? Xudo yaxshi. Ukalarimiz ehson qilishgan ekan. Hayit bayramida aka haqlariga duo qilib qo'yasiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sizlar ham barakali bo'lsin, ishlaringiz rivojlansin, farzandlaringiz. Sog'ligingiz yaxshimi o'zi? Allohga shukr. Qani yurak. Yaxshi. O'zi ehtiyot qiling. Ehtiyot qilyapman. Inson uchun asosiy narsa sog'liq aka. To'g'ri. Xudo xolasa qolgan bo'laveradi. Bu sinov vaqtincha. Sog' bo'ling, shifo bersin. Yaxshi ko'ring. Bir xonadonga kirib keldik. Mana ukalarimiz tomonidan ehsonlari bor ekan. Hayit bayramlariga bayramni yaxshi o'tkazib olinglar mana. Ramazonlar yaxshi o'tkazinglar. Sog'lig'ingizga duo qilasiz. duo qiling. Shifo bersin. Xudo shifo bersin. Duo qiling. Doim topganlaringiz baraka bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi o'tib qoling aka. Xudo xolasa. O'zi ham ko'pon. Ha, dadingizmi-da? Mayli. Mana tomorqalarga ikki hafta chiroyli qilib, hamma yo'q zo'r. Kartoshka eklashingda. Agaratlari ham qaralgan. Yaxshi. Keling aka, bitta duo qilib bering. Faqat shu tashqariga chiqib yuravering. Mana ancha zo'rsiz oldinga nisbatan, betlaringiz ham qizarib qolibdi. Hozir doktorga borib keldik. Lekin hisoblanmaydi. Billa keldingmi? Bo'ldi. Mashina davom. Tog'a assalomu alaykum. Besta qildingmi? Yo'q. Tog'a assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Kelinglar. Assalomu Sog'ligingiz yaxshimi? Kelinglar. Charchamaysiz? Assalomu alaykum.
hayitga ukalarimiz ehsonlari bor ekan. O'shanga Duo qiling. Amin. Qanaqasi yordamlashsin. Hamisha tekshirsin. Kelgan insonlari yo'in dargohida qabul qilsin. Siz o'xshaganlari xabar olsiz, sizga ham otangizga rahmat. Amin. Sog' bo'ling. Xonadonga kirdik. Nima qilib yuribsizlar? Ukalarimizcha ehsonlari bor ekan. Hayit bayramiga. Tanjonlaringiz Bir duo qilib bayramga. tortib ketinglar. O'sha ro'zaga, Ramazonga mana hayitgacha ehsonlari bor ekan. Bitta haqlarga duo qilib qo'yasiz endi. Saharlik, xotirjamlik bersin Allohim. Topganlaringga barokat bersin, umrlaring ziyoda bo'lsin, hamisha ham ro'za Allohim. Hammamizni ham mana shu ro'za Ramazonda nimaki yaxshi niyatlarimiz bo'lsa, niyatimizga teng. Ishlaringni rivojini bersin. El yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin Allohim. Bolalarimizni ham tanjonlari sog' bo'lsin, sizlarni ham hamisha ham o'z yuzlarimizni yorug' qilib berishligidan. Sog' bo'ling ota. Rahmat. Yaxshi kunlar ko'rish nasib etsin. Kiringlar, Bayram yaxshi ketinglar. o'tkazinglar. Bir xonadonga kirib keldik. Mana Assalomu alaykum. Opa yaxshi oling, qo'lidan oling. kelayotgan hayit bayramiga ukaxonimiz ehsonlari bor ekan. Oz bo'lsa ham ko'p to'g'ri ko'rasizlar, duo qilasizlar. Hayit bayramini yaxshi o'tkazinglar. Ramazonda mana ehson kelgan ukamiz haqlarga duo qilasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Duo qiling, duo qilib qo'ying. Opingiz ham birinchi hayitlari. Birinchi yaxshi o'tkazinglar hayitlarda. Duo qilib qo'yasiz. Duo qiling. Haqlariga. Ilohim tanjonlaring sog' bo'lsin. Hojiga bormagan bo'lsalaring hojilarga borsinlar. Hammalaring tanjoni sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsa. Allohu akbar. Mana agrodlarga ko'psizlar, kartoshka ekirdimi? Sug'orish kerak endi buni. Kirdik. Saysan kirgan. Enamiz bor. Mana shunaqa ulug' yoshlarga kirish nasib Hayit etsin. bayramlar bilan tabriklab. Ha. Qarang, yuringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yur. Bizlarga bersizlar ya. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hali keling. Assalomu alaykum. Qizingmisiz? Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Keling. Ha, bu kelayotgan onaxon kelayotgan hayit bayramiga ukaxonimiz ehsonlari bor ekan. O'shanga siz yo'qlab qo'yaylik. Mana shu yosh katta onaxonimiz bor ekan do'stlar. Bayram bilan sizga hayitli olib kelibdilar. O'sha duo qilib qo'yasiz endi ukamiz haqlariga. Amin. Hammamiz o'ynab kulib, bolalarimizni katta Amin. qilib bolaylik. Aytganingiz kelsa. Allohu akbar. Sizga o'xshab yoshimiz ulug' bo'lsin, ha? Mana sog' bo'ling. Somon bo'lsin. Ishimiz ko'p. Yana bitta xonadonga kirib keldik. Keling. Assalomu alaykum. Kuzimiz sog'ligingiz yaxshimi? Kuzimisiz sog'ligingiz yaxshimi? Onaxon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kuzimisiz ya kirib kelayotgan hayit bilan ukalarimiz ehsonlari bor ekan hayitga sizga hayit yig'ilib shu onaxonni ko'rib kelishuvdi. Haqlariga duo qilib qo'yasiz onaxon bularni. Sog' bo'linglar. Umrlaringga, rizqlaringga baraka bersin. Sizlar bularga birni bersalar, sizlarga mingni bersin. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Sog' bo'linglar. Bayramlar yaxshi o'tkazinglar onaxon.